Voy. Qanday ahvolimiz? Ahvolimiz yaxshimi? Salomat tutdingizmi, Tahrir? Ishxonam o'zgarib. Siz chochlaringizni tushirib etdi. Qarayapsizmi tutdi. Ahvolimiz yaxshi. Salomat tutdingiz. Alloh tinchli. Bu nima qilamiz? Mening ko'nglim bizning o'ylining yerlik mahsulotiga qarab. O'tganda qirliq stakan nashr qilingandan keyin jamiyat shunda g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi. Gez jurnallarimi maqtab yozibdi. Buni sizning nomingizni e'lon qilinganligining natijasidan. Aras, bu tuxum to'g'riliq bir hikoya olganmidingiz? Bir bola ekan, nayti qizlarni qo'g'lab yuradigan bola ekanda. Shuni bilan buni qizlarni qo'g'laydigan kesilni saqaytiman deb ota-onasi o'ylab qo'yibdi-ku. O'ylab qo'yibdi-ki, jimiqib ketibdi qarang. Jimiqib ketib, bir mezgildan keyin buning ko'ni kesilib qo'zg'ilib kelib qarang. Shuni bilan yana bu ko'chaga chiqib qizlarni qo'g'laydigan bo'lib qoldi-da. Bu qoptiki, xotini o'ylabdi-ku, o'ylab qanday qilsam o'sha olaman bu erimni deb. Shuni bilan birna tuxumlarni pishirib, choy vaqtida oldiq jiranglik tuz qo'yibdi-da. Tuz qo'yibdi-ki, shuni bilan maqaram. Yo'ldosh bundan so'rabdi-da, "Nimishki rangli tuxum pishadi? Bu tuxumni nimishki bundan rang ekandan?" debdi-ki, ayol qo'pib shuni bilan. "Hey, ahmoq, bu tuxum degan rangdor o'g'ini bilan ichidagisi o'pqa o'xshash. Sening yeydiganing uning shakli emas, ichidagisi deb qarab." Nimalar deb ketdim. Haros, siz mening turmush ishlarim to'g'riliq bir yig'izmi so'rab qo'ymidingiz? Berish kelishib, bir shay kelib ketib, og'inib qoldik. Bir haqiqatan mening turmush ishim to'g'riliq bir ahvol so'rayim demaysiz siz, Tahrir? Hey, yaqinda shu bunaqa boylar ko'payib ketgandan yo'qmi? Bu ko'cha tulg'utlar chiqib ketdi qarab. Men azroq pul tepdim. 3 qatim xotni olib, 3 qatim qo'yib etdim. Yaqinda yana bir asar yozdim. Mushumi o'zingizning nomida bir e'lon qilib berasiz. Yakandan neler yakıyor? Oy tabii oy. Oy tabii neler yakıyor? O pası yok kırındaştan. Bu chom ekanning ho'ylamga qachon, qaysi oyning qanchinchi kundan boshlab paydo bo'lib qolganligini o'zimmi bilmayman. Ishqilib, bizning bu cho'ng qo'roda har yili to'qo tuman degan kam bo'lmaydi. Ba'zida qo'shnilarning to'qolari bizning ho'ylarga kirib tug'ib qo'yib, ba'zida bizning to'qollarning qo'shnilarning mangan xonslariga kirib, qo'sqini bo'shlab, qaqaqlab chiqargan chaqlarim bo'lib qoladi. Ayolimning g'alit mijozlari bor. Paloni ekan kurukib qopti deb qo'lig'ila chiqqan tuxumlarni yig'ib ekib bosib berdi. Bir kunlarda tuxumdan yengilib chiqib, chikildab yurgan chujilar qaysi bir chaqlarda qarsangiz yo'g'olib to'qib qoladi. Bularning ichidan qora, qizil, chipa, turpanning, to'qsunning, xunanning, xinanning ish qilib, odamning xiyoliga kelmaydigan bir yalarning xilma-xil rangdagi to'qolardan hammasini topib qoladi. Xo'raziri bo'yinlarini so'zib chillasa, mikyalari bas-bas tug'ib, bo'yinni avatlashtirib yetadi.
Mening Akboruzum bağı Amerikadan kelgan, Amerikadan. Amerikaning yana andamanda yer emas. Ilaq Zontonglar o'tirib qopadigan yer bor, Oqsaroy. Shuning yendiki bir qo'radan tuxumdan chiqqan. Birinqiliq egisi bor, yilda bu qo'razning tug'ilgan kunini o'tkazib berdi ekan. G'ay Zontongning vaqti bo'lib qolsa, bu xotirlash o'rniga qadam tashrif qildi ekan. Haqiqatan xos bir Zontongning ayoli bu qo'raz omroqliq tutib ketdi. O'z qo'lim bilan bir dansab beray deb shunda o'rniga turishiga ehtiyotsizlikdir ko'ngilga dastlab söylab axborotni oldiga mullaq etib ketdi. Shuning bilan Amerikaning cho'ng kichik gazetlarining hammasiga xonishni molla qatqizib o'tgan qo'raz deb cho'ng xatlar bilan qo'razning suratini chiqaribdi. Nurg'un kishilar bu axborozni ko'ramiz deb Oqsaroyning atrofini qalayimqonlik qilibdi. Keyin Zontong nurg'un pul bilan bu axborotni ko'zdan yo'qotish uchun yiroq bir joyga poli o'tinglar deb buyruq qilib. Bizim hali Oqsaroyning oldida kelib tuqqan bu xo'roz yaxshi xo'roz ekan. Agar palaydigan bo'lib qolsanglar, bizning Jungodagi tuqqanlarni qo'rosiga palanglar deb mening adresimni yozib berib. Shuning bilan bu xo'roz mening qo'limga tushib qoldi. Bana. Hey, senin bu tuqqaning Oqsaroyning oldida do'g'apchilik qilamdi. Ya, do'g'apchilik qilmaydi. Nali sug'urib, nali qalqaqib nali. Nola? Gapimga ishonmayapsan? Men qara, u Oqsaroy deganning ichiga bor, dunyoning hamma yerdan o't qashdek isil gilamni silg'ayadi. Zagman nalliq oyoq bilan bor, kirishga bo'lmaydi. Ha? Çay tayyor, çay. Mana hozir. Shunga bizning ayliq tuqqan bor, at deganda qo'pir degan. Ampu bo'l qo'llarini ilib, Oqsaroyning oldida o'tirdi. Shunda fuqishmasdan nalliq oyoq bilan kelib qolgandim. Nalisini tatib, niqsini sug'urib, ikeklab, tuzlab, bular qaytganda hammasiga o'zinikini o'ziga almashtirib o'tmay, qiyiqchalik yo'lga sap qo'ygan. Men go berib ko'midim. Anglashib qaraganda, o bizning tuqqanlarning oldida cho'ng-cho'ng davlatning boshliqlari qator o'chirtirib ketdi. Bu chet davlatlarda ajoyib qiziqishlar bo'ldi. Hey. Bizning ma cham ekan alomat tuxumchan chiqib qoldi juma. Mama. Hey. Bu mo'yinda tug'di qara. Bitaroq. Lekin qara bu ayolim qiziq suv, qaynoq suvni baqqashqimi? Bir kunmi tuxumni to'xtab qoldi qara. To'pladi tuxumni. Chapni to'xtatgan abi. Hey, jira. Chayni mo tayyor qilib qo'yibdi. Rahmat adash, rahmat. Men bu yerga kelib, ayolim pul aytman degan naqajim pishib qoldi. Nima ichira? Jumas bilyapmiz sen. A chayni gapini anglab pulaygin gap qoldi-san. Shu emas. Imijan undas ma'qul, ha? Kelasan. Bak, kirma. Ma'qul qo'sh. Ha, ma'qul.
Keldingizmi? Nimda bu ishki qo'ltiqni yeb oldingiz? Ahmoq xotin. Birisi sening gilin yeydigini, birisi to'qilg'ingning gilin yeydigini. Voy. Xudoyo tova. Bu rasmiy g'o'razga aylanibdi bu. Shu bir qismini turdi-ku. Tova. Bu to'qilning ichidan erkak sadik bormi? Voy, qo'yg'ina voy, qo'sug'ingni voyg'ina. Mana. Voy. Ha? Kim? Ma çatoğu çıllar atıdı ha. Nima? Savolni xo'rozchimiz shumliqni tilaydi degan gap bor-ku. Xudoyim. Nimishdi? Xo'rozchimiz shumliqni tilsa, bu mekanchimiz nima bo'lib ketar? Shundaymi? Xudoyim. Assalomu alaykum, Rayhon mama. Va alaykum assalom. Kel balam kel. Buncha kechdi kelib qopsan. Ha, mana işte. Meni 6-7 mekinim batdi. Arasida shunda yaxshi tug'ayotgan bir chom ekan batdi qarab. Bu tuyuqsizlar xo'rozga o'xshash qiliqlarni qilib, xo'rozdek chillaydigan bo'ldi Rayhon mama. Bugun Zovalda xo'rozdek chillab yurdi. Bu xo'roz chillasa Zovalda yomon bo'ldi degan gap bor. Bu mekanchilik nima bo'lib ketdi? Mundaq degin. O'ltira balam. Nimish qo'yib turasan? Bir zamonlarda Hekimboy degan bir kishi o'tgan. Hozirgi mushu 3 yezining yerlari tamam shu odamga qaraydi. Hekimboyning Zurdun deb bir o'g'li bo'ladigan. Mana shu o'g'il 20 yoshga kirgacha soqol burutmi chiqmay, keyin ko'ksi yo'g'inab qizg'ayinib qolgan edi. O'g'ilning qizg'ayinib qolganligini men bu cho'nglardan anglagan. Qiz bo'lgandimi, qanday qiz demamsan? Tozima qabul, qosh ko'zi joyida. Bir qarabla har qanday yigitning yuragini o'yintib etadigan qiz bo'lgan edi. U chaqlarda bizning qiz vaqtlarimiz. Yoz kunlari qizlar to'plashib daryo bo'yiga so'g'i cho'milgili boratdik. O'g'illardan o'zimizni qochirib, daryoning xoli yerlarini tepib cho'milatdik. Heliqi Zurdunning qiz bo'lgandan keyingi ismi Zo'ra bo'lgan edi. U biz bilan billa
soğuk cömülgülü baradigan bo'ldi. Uning yalang'och badanini bir ko'rib beqishqa hammamiz qiziqatdik. Lekin Zora kiyimini zotili sog'li unmaydi. Bir kuni biz maslahatlashib Zorani daryo bo'yidila o'g'lash-cho'lash besib oldik. Ikki uchimiz qo'lini mahkam tutib turdik. Birimiz ishtirni tatdiq. Darim. U bechora bizning shundoq qiladiganimizni pamlab qolganmi? Kunning shuncha issiqligiga qaramay, ishtanni qo'shlab kiyib olgan ekan. Ikki ishtinni soldirib bo'lganda bir yulqinibda ostimizdan turib ketdi. Shundan keyin biz bilan zodila aralashmaydigan bo'ldi. Keyin Hekimboy Zorani o'zining bir ishlamchisiga nikoh qilib berdi. Bir obdan xotin bo'ldi. Shug'inisi bechora tug'midi. Erini shuncha yaxshi ko'ratdi. Erini oyab, uyni, talaning hamma ig'ir yenik ishlarini o'zi qilib tugatdi. Rahmatlik. Bir kuni ertasidan bug'doy ekayotganda haru besib elib o'lib ketdi. Ravxan mama. Mening o chomekinimning xo'roz qaynilib qolgan ishini bu qanday shub ketdi? Shuni bir so'zlab turing ha. Bumi bir qiziqli ish bo'pti, balam. Xudoyimning xilma-xil karomatlari bor. Mushu zamonga kelganda ukol degan bir narsa chiqibdi-dak. Uni to'la sog'ilsa, odamni yo eramas, yo o'yal emas bir narsa qilib qo'yadigan deb anglaydiq. Hozirgi odamlar-ku bolalar qattiqroq injiqlab qo'ysimi, doktorxonaga opirib ukol soldirgan bo'lib oldi. Shunga hozirgi yoshlarning qaysi qaysi ayolligini ayirvag'limi bo'lmaydi. Hey, sen to'qolringga ukol soldirmagan bo'g'itding. To'danga Ravxan mama. To'qog'im ukol soldiramdi. Shu chomekiningni yevetib qutulmamsan balam. Rahmat Ravxan mama. Men mangay. Yana birdan o'ltirib mamamsan. Bo'ldi. Ey. Aqra. Atugingcha chatoqoni so'yib bersam, bir to'xo qo'rimiz qilib bersam, Allohim chaqirib, birdan payz qilmaylimi? Sizim da yurtgansiz Osmon. U bir to'xo nimaga yetdi? Bo'ldi qiling. Osman? Ha? Çarkozun acaba ne çıkına? Ben buraya acaba kömek dikemem mi oldukla? Oraz emas. Men sana tanlab bergan chom ekan shu. Qo'ldan Xudoyi. Nikiyanda. Oraz o'qagan bu size 1000 so'mga yarim qoldimi? 4-5 so'mga yarar aka.
Bugün satamla. Ha. Ne kılken satıma. Neçik bol. Ha. Helikki to'rt cho'ng'amning rasmi bor qog'ozning birini bersangiz satıma. Ve muş toxunum 100 koyuq satamsiz? Suqşalamdı. Ha. Bu mening uyim chat janızda. Buninglar so'qishqidak xo'razmi yo'q? 100 so'm deganga obdan bir to'qlayverdi. Satgan o so'zga gap qilmamsa. Bizning mahaldagilarmi 100 ko'ng talashgan. Endi ko'z oldimda so'qishtirib, uvoli qolmay deb bazaga kirdim. So'yib yeydiganlar bo'lsa, azarak satsami bo'ldi. Voy voy voy. To'xtattirma aka. Mana shu qafas ish olmay bo'ladi. Qarang. Qarang. Kaçtım abi. To'xtattiring, gel. Yaman ko'radi-ku, ha? Qarab turdi ama. Yusuf satamsiz. Yok, 150 so'm bu satamla. 2 so'm satdingmi? Aldığıma qarab turgan bilan shatak.
500 so'm. Hey, 500 dedin mi? Ha, 500 dedi. Çapının evat et, xo'roz tunjiq bo'ldi. Naqsana pulini. Pulini andaq-mandaq xo'ras emasligini ko'zini ko'rding ku? Hozir yanchig'imda aran 100 so'm bor ekan. Ammo 100 so'mni yeb tura. Qolganini o'yini ko'sib qo'ygan. Voy, ma. Yepang nimada qiziq? Hey, qarz yo'q odam. Sen menga o'yingni ko'rsatib qo'ymay, mening sana ko'rsatib qo'yganim qiziq-da. Hey, bu to'g'on akassan. Vaqtida ben seni nereden topma? Hem ma 100 ko'z zakalat bo'lib tursin. To'ysan obirib bergan chog'da tuxuni ekdi. Xudoyim. Buna. Hey, aka. 100 pulun aka. Bak, dur. Osman, kira ölçümüm sen. Qaytib keldingizmi? To'g'on satmabsiz ku? Setettim. Çıkış gününe kelib, qolgan pulni berib aytilgan bo'ldi. Ha. Voy. Voy. Nima bo'ldi? Bak to'qim oyoq tushib ketdi.
çildi. Ay ay. Yan. Anne çok yedi. Selamünaleyküm aleyküm. Eşmek aleyküm. Kimseye kuraz geldi. Ay Mekiyan çok ey. Aşağıdan atma. Yakıp koygan kıvırlan şükür. Eseli değil. Biz geldiniz. Ha. Hey! Tamam. Tokun erkektin kemidim ha? Ha boptular. Zaklat pulumu menin da. Tokum menin da. Kems na. Oy Mücan kiraymış ya vurup gitsen o. Kira? Hey, a çargızdın nereye bire endiki kiray? Oy o iştahımıza seni çişlep aldılar kira. Vay çişleydiken, abiyam bilik balamını koklap, yürükken yaptı. O tekçiciğine oturdu değil mi? Oy açta yaptım ha. Ötüge ben dervazan aldı otasam meğer uşak ballarının ayımlısını kolap jürgünü aldı. Şunu hemen onu yandırıp kırdım. Muş Mikiyan mı? Oy Mekiyan tukum tukotkan Mekiyan. Bu horoz kulluk şuydu bu. Oy ne oldu ki tam tacılar kötürülüp bir kısım olup kaptı. Tira buldu otur tamam ya. Mayak gelin ay mincan cozuk gelin. Otur. Hoş ben öz bula tayarlık koyam. Bu ançomuş mekanlık mandamda sana söylendi ya. Estağfurullah. Oldu bundan oldu. Hey, hoş geldin. Ya burada bakalım sen. Hoş geldin Rahmet. Ben çıkım edemem size. Akılay Mücan. Ya tamamına çıkmamsa? Bu bütünde çok ediken ha. Müzik çok ettim ha. Kalk tuha. Su yutum bunda tuha. Şey işler bulan ha. Ne bulan ha? Çeşmeyde bakın buna. Ha bakta çok iyisin. Bu bütünde çok ediken ha. Müzik çok ettim ha. Kalk tuha. Su yutum bunda tuha. Oh geldi boka. Cuma biz tokunu hep ütüp. Tokunu izle. Eski toka. Kura itimiz ya bulan.
Ve lakka, ben senin Amerika Aksaray'dan ekeldiğimde peklinip cüsem, kika işine, git sen koku belki dallarım. Xudayım. Vay! Şöyle bizden! Bu işin boğuluya kakasarım! Şuna atıma! Vay ürgüzüm züt bakmaktan boynağını zütme ya götüşe! Ne edip beden oldu bu sıra? Vay kim o? Vay Müce kıra kıra. Bol de. Oraya tülgüm yok, ben çıkar. Bu önüm buradan hap göresen bu. Hapım var şu. Elif çar tokanını koraz mikende pesem kılıvattım. Senin mikenlerini koraz kolayga ünür haken ha? Ya ben sana düşendirdim bu ne çıkıttım. O durumdan tukum tukuvatlan mekan. Boldu. Bunda geplerin uçuyor şamal kıttı. Koraz desem muş imin talışıdı dep miken dep koygan digin ha? Toku hazır kapırıp, sokoşturup bazak sağınığın anıldım. Elbette sen biz bir koşunu uğan dikin. Ma tokunu satılgan buldum. Alamız ammamsa dep koyduğun yerin yok mu? Hasangan pulu ben sana yamamdım ya. Sen digin ha, pazar ne çıkıldı? 500. Bol, 500 soğan mendil al. Ay bireyler zaklar tutup koyup ketken. Ya kep o tokun eketmi. Oldu. Anladım. İlk zakir degan qimavaz üstün pulları qağını tapam əmməyə palaq tutdu. Vaxtı ekemi gel ki pulunu qaytırıb et. Ay o vakti sen tomanda sen bize. Bunmu sende kimi bolda teni olmamsa? O vakti tekim sen tomanda. Abla xəbkər. Ey, məkile əməsən de. Ay şu qorzun çüyücü vaxtıda mən üz qulan bilə tallap bəgən cümam. Nima? Mana. Muyunda unutup qalısan məsmə? Bir gün mana müşədə. Kallağını sangıltıb, yəcib oturapsa. Mana, Osman nim buldum? Xiyal besotduğu dedim. Nim xiyal dese, muturum işinin uyğunmamdı dedim. Gəm deyikəsə. Bir otdan onleçim o yerini keliştirib, buğday qonaq terib aldım. Yandı mı gəm o? Bu işin qıymamdı dedim. Mən, hey Osman, go'sht degan biznesini yega tez bo'lgan bo'lsa, yerlaring hech kim termay, go'shtni terib olading-ku desam sen. Voy. Unda qildigan bo'lsa, yerlarim tugul, mush qo'rorimni terib oldim dedim. Shu orliqda ikkaylarning etkesh ko'tarib, tushib ko'tarib, mayoq etekdi. Voy Osman, mana. Go'shtni 2 putlab oldimiz keldi. A tushujdan 10-20 setib olsam, go'sht degan shu emasmi dedi. Sen qini deb ishning to'pisini qeqib, o'rningdan turdim. Ey, shu jonni satamsizlar deb to'ldim. Ular epkeshni yega oldi. Ikkimiz berib qarasak, tek seriq tukidan arilmagan chujilar chup qilib turibdi. Danisi bir qo'y dedi. Men so'zlashib o'tirib 80 tiyindan pitishdim. Ala Osman, hozir bu vaqtda 80 tiyinga nim beradi? Maningda unnechin beqib qo'ysang, cho'ng'u so'ya qo'ysang go'sht. Tuxumini satsang pul dedi. Sen yanchiqlarini tepishtirib, uni cho'j oldim. Endi o isim kelganda Xudayım. Ve mama mına sana mama. Onday mı? Uy, ne dost akım kirib olibdi bu? Ha. Şu çaq men suratning oldida o'tirib, birdim yaxshi joyni tanlab berdim.
Şu men tanlab bergan chujilning ichida birisi bir yaxshi o'ral chiqib qolibdi. Men tanlasam, bersang sepilmay, haqning pulini qaytarib bersang sepilamdi-ku. Hey. Oshda ishlam bo'lganmi? Faqat ism yo'q mening. Sening o esing yo'q. Hey. Eminjon, manda qo'ysin. Senmi xapinma qara. Tili qizaklab pul qo'yib qo'ygan balni bugun bir saqlab baqay. Kelsa, akita. Agar bugun kelmasa, nech pul versang berib, ashta bir achib ketar. Uzanmi-g'o, zerikdim boshda qo'din. Uy bu ishqalar ko'chada o'tirib nima deyishyapsizlar? Uyga kirib boranglar, uyga kirib. Juringlar. Sizlarning hali sog'izingizdan qo'rqma. To'qodimi qo'rqamdi? Ma'qul, shunday bo'lsin. Ma'qul bo'lsin. Oshda bo'lsin, ha? Ma'qul. Qo'l. Kirmay ma'quldan bo'lsin, Eminjon. Rahmat. Ay, Rayhan olmay degandek, bugun so'yib yeversan bo'pti-ku. Әсиян оқытып қоймағаннан қарап базар кешік қалам бұлдан қамды. Hey! Bak çağıraz kine. Ha? Badu? Xudoyim ne ketgan bu? Estağfurullah. Bak Kur'an yok hem de. Hey, bam yok mu? Yok. Yoktu hiç istemem de.
Osman etiyin biraz süt kalsa çarkuraz berdiğin buldun mu? Voy, çağıraz yok. Yok. Voy. Allah sen. Qora atgani hoyni avval turdigan qo'raz. Atgan qarsam yo'q turdi. O'g'radim ketsam darvoza taqaq turdi. Shuni bilan ichidan o'g'lan tomda atilib tushib ketdim deb izlab kirishgan. Voy, qanday gap bu? Estağfurullah. Ne ketkendi bu? Tu. Çok doğru. Estağfurullah. Heliq yigit bana 100 so'm zaklad yurib qo'yib ketgan. O kez pulni hashlab bo'lganda ya pul yo'q, ya to'qi yo'q. Ha, rost. Yine bu zaten üstüm zakaret yürüp yani memlekete dağıttım. Çok hürmet ettim ya. Shunda mı qilaman? Hiç bile bulmaydı. Hey. Ben sana desem bu kumavaz hazır pek terak gelişip gitti. Kimden nerede uzdara kurdu olsa kol tutu çakkan onu pulunu tutup olsun da ekkeli olur. Menin alıp alt koruzun öz vaktida kan tutun hoş olur. Ha, yana heliq amirchilik to'qina ketma. Ha, şunun yengege vakti. Bir yaz bu hazırda bunun çıkıda horoz yok. Kumavazının gözünü rasa kızartı etti. Ova. Daya tova. Ne ketkendi bu? Ha. Bir gün uydu yatsam, öyle traktör bir avaz alınıp kaldı. Yürüyüp çıksam, katakta hiçbir uç yok. Toku yok. Birisinin tonağı içinden talağı pırak uçup kettiğini anlap kaldım. Yürüyüp dervazı içip karısam, oğru aldım da yürüyüp gitmerdi. Yürüyüp hiç yetişemeyim. Şunda ayağımı silip güzelini görüp dur yürüyüp gitmem. Oğru da hiç gitti mi? Güzelmezsem oğru yok. Akım karsam oğru mini koklap geliyor da. Tam bunu bu yanda aldım da tutsam yaşlı bir şuam. Osak işkini koyam. Akardı bizim. Orası kolam geliyor aldı. Oh dayı. Sen mi şu? Yüz göz akalat verdi de oğru uyan göz koyarken sen mi Ahmet? Tinchlikmi? Bir narsa olamsiz? Men lab chaqorazni ag'ib ketdim. Ha, tez qo'y. Osman Emechkin oyoqsiz saqlab, siq chiqib ketgan qiyin uyga kiraylik. Bizning qo'shnimiz Eminjonmi ketdi-ket. 3 kun oyoq Osman
Ko'nglingni bek yerim qilma. Tepilib qolar. Maqal. Kirmadan qo'y. Xo'sh, xo'sh. Abla, emdi geldiniz mi? Bak İmincan degan qo'shnim necha qitim so'rag'an. Sizni zaklat yurib qo'ydi debdi, sotmaganti. Qarmamsiz, atdiganda qo'yib qarsam, oqshom batu qo'y, hech narsa yo'q. Izda İmincan bilan bamiga yerim qamidi degan. Bo'ldi, men aviyatim deb tushundirib qo'ydim. Bu xo'rozga tug'vodirdi ko'zdakenti. Ko'nglim tuyib qolgan. Kampini topolmay bir necha kun palaxshidim. Yaram ikki xo'rozim bilan talashtirgan ishtimni setib, aroq bu pulni kevin deb keldim. Yerda İmincan degan qo'shnimni o'g'irlab ketdim ya. O har qanchasini unda qilmaydi. Men so'ng bu yaraydigan xo'rozdida. Voy, o'tmay. Ma'lumsiz, ma'qul. Ma'qulamsa xo'sh. Ma'qul. Hey. Zaklat qilmagan pulni so'rdim-a? Yo, men sizdan so'ramdiki debdimi? Hey, bak xo'rozni 1000 so'mlik xo'roz deydi. Bizning xo'roz rost 1000 so'mga yaratdimi? Onu to'qoni kim olganda endi? Osman, tek uxlamadingizmi? Bunda jelib o'tiraversangiz baribir o'rniga kelmaydi bo'ldi, yetib uxlang ha. Bo'ldi, sen uxla. Sen yaxshi qarasang shu ish yo'q.
Aylık her yaşayan bir günü toku uyda müşkülü satıdığın yılbazan bilen sen. Qaysi yılbaza? Aylık şehrin strategik tenterbiye meydan ki. Ne bo'ldi? Vay aa. Koyduk. 15'te yok. Şükür, kandan bana sana şükür. Ömez bunu arabayı kendim. Şuna. Oyun başladı ha. Ezgi tutun Ezgi hey. Kendine durma, kendine durma. Kendine durma. Rıfkı dur ya da.
Hazır bu qo'raz har yashil necha ming so'mlab pul tepib ketibdi. Men shu qo'raz deb o'xshatdim. Ana yaxshi o'zing bir to'lib baqa. kendinize turing kendinize turing. Bu xo'roz mening xo'rozim-ku. Qanday sizning bo'ldi? Jo'da o'tamsan nima? Qanday sizning qo'raz? Shu mening o'g'andikan, shu mening o'g'lidi. Sizning emas u? Siz kimning o'g'lidi? Kendinize turing. Qanday Sabirjon! Sabirjon! Bak xo'rozning chiqyapti bu yerda. Sabirjon degan shu. Yo'qmi? O'pirmish tentar bir maydonninki chilisi ekan. Hozir mishayt ko'tarib kelib qattiq qo'yib ketibdi. Bu qimmat tutgan puldan boshqa mush kirmadilar necha ming so'mlab pul topdi ekan. Shahar necha yerda uy bor ekan. O'g'il oshkora to'tlar xotini olmuş. Ha, nima gap? Men mal xo'rozni to'niyapman-ku. Bu xo'rozni to'nsang to'ngansa. Bir ishkayning biri mush bozorni so'rab, minglab pul topatgan chaqiradi shu. Hozir buni kim to'nimaydi? Bu mening xo'rozim. Senin qo'zing bo'lsa, mening qo'lim qanday o'tib qoldi? Voy, sening qo'lingga qanday o'tib qolganligini sen o'qimasan, buni men nereden bilaman? Ish qilib bir kechida o'g'lab chiqibdi. Ey, o'zing sizda ha? Sana o'xshash qonaltoqdan 10-20 tatotligim bor. Emdilikda eshitish, sening qo'zingni men o'g'rabdimanmi? To'xta. Gap meni xo'sin, ha? Men sizga o'g'il dedim. Birisi o'g'lab sizga satgan bo'lsa demoqchidim. Hey, ilahimma, sizning ma chaqirazni bugun biz kelib, mening xo'rozim deydi-ku. Ha? Bundoq gapmi? Ha? Hey. Bizning adamlarimiz turpandan kichikpanni ko'targanda ko'tirib, akagan tursa. Sen turpanliqmi ya? Men turpan beribim baxmagan. Sening xo'rozing turpan qanday berib qoldi? Endi sizlarning adamlaringlar birisi apirib o'g'irlab satgan bo'lsa, shu yerni akeldimi deyman, ha? Allohu akbar. Mana meni qo'shnim. Ishonmasangiz, o'shanda so'rab beqma. Gapla. Rost. Asli bu xo'roz mush og'inamning itdi. Kechida yo'qib ketdi. Hey! Ekbercanma! Ben Sabircan. Bugün bir sikili bazarın ait kalayımgan kıvattı. Çizdi gelin la, çakkan. Sabircan! Kadar alalım, kadar. Hey! Sen bazarını kalayımgan kılsa? Ha? Men bozorni qalayimqan qilmadim ukam. Mana xo'roz asli meningidi. Qo'lim qo'shnilarimning mana hammasi fuqidi. Qanday bo'ldi? Shikoyat qildim ekan, tuyuqsiz bir kechada uydan yo'qolib ketdi. Izda kelsam, hozir mana mayat turdi. Kecha vaqtida tatib o'zim baqqan. Burundan tuxum tug'dirayotgan migrantevka. Keyin xo'roz aylanib kelib. Kimga rahmat qilsa? Mana, chiqam, mana. Xudoyim. Mana. Sen nimancha ahmoq? Nimda bu yerda mening qo'rzim burim mikyantdi, ko'klaytdi. Kim xo'roz aylanib qolgan deb tursa. Saqlan oldin meni rasvo qildi. Voy, hukumatning odamlaridan yolg'on gapirmanmi? Bu rost bo'lsin, bular seni gaping ishinamdi. Sen Amerikadan kelgan qo'rzimni gapi kim ishindi?
Hech aqlim yetmaydi-da. Bu Chog'roz qanday qilib bu Sobirning qo'liga tushib qoldi ekan? Sen bek sadaqina Cuma. Hozir bu qimavozda taraqqiy qilib ketdi. Neydi kimning obdaroq bir g'urz olsa, qo'li chaqqan, o'g'ri pul yurib bo'lsin, o'g'iltib keladi. Men dedim-ku, sen 100 ko'z zakalatgan Zakirda cho'qim bir gap. Yakandan nimeler yakıyor? Oy tabili oyun. Oy bey o tabilanın ayak yağıyor. Opası yok kırındaştan. Opada aşına yaksa. Aşına yaksa yok. Yemiyorum akıyor. Mal kaçırma mısın? Dökmek çok kötü bu. Hadi bir gel. Ha? Ha bunu buldunuz da. Hani bak ben Bak bak. Yutqunda Sabirjon Chaqirasi ilib qishqani aylanib ketdi. Ha, hakikaten turpan görüp neçi bin so'm tutaydı. Navg'an xo'roz paysi. Ha, paysi qilib ha, uni Paysi tuvansa, xo'rozni paysi turibdi-da.
Nerede durun lan? Aa, nima bo'lish olsa, nerede durun lan? Bunlar ketdi bu. Kime turma? Bu xo'roz to'xtamay suqish qilyapti, ichki choy o'qib qoldi. Sabrjon, tunda bu xo'rozni o'ldirib qo'yamdim nima? Shundaymi? Bilan ko'rashga bu. Yuzangimi as. Xo'roz bo'laman deb sangnim yo'g'anchilikdi. Siz katak tetib tuxumini tuqqan bo'lsang, sana mush kun yo'qdi. Ha. Nima bo'ldi? Senin mushunchalar git aytib atgan. Mening aşı chag'orzimg'u. Haq, Xudoying jojongni bera. Şengero tombol kadar. Allah'ım kimistoyum bol kadar. Vay oy yaxşılar yaydı batsa. Geliyorlar Yoktu Allah cinime yakıldı. Başım sevdiklerim gidip. Başım sevdiklerim kullarımda cennet Beşinci yalıklatam sen? Ha, mush ishlar. 3-4 kun yerde mush tayyorlik qilgan. Bola tug'ilmay turib, bir narsa tayyorlik qilolmaydi adash. Ya o'tir. Ayağım bir yoklatıraya da beş çol tekmezdi. Ulanın şülgenim teyak topsa. Hey. Pazardaki kızıkışını aldın mı? Nima qiziqishni? Yelak çarı qo'raz rast mikiya chiqib qolibdi emasmi? Nima? Hey! Ben sana o rast mekan desem ishonmayotibding. Ben rast mekan qanday qopdimi? Xudoya tova. Rast deb tikaysi. O qanday mekan qanday qopdi? Uni bir kuni bir soqashqa sotgan bir qo'raz bilan. Soqashqa unmay, pokkini yega tib qo'yiblar. Hech qanday amal qilam. Sabrning yuzi chiqdi dedi. Ashadil g'archit bo'g'izdi. Uyga kirib qonni yasa ishidan bir sop tuxum chiqdi. Ben dedim, yelaksan yüz göz zakalet egen Zakir oğlunun şirketi etsem işenmedim. Hey, to'g'on ash Zakir o'zi o'g'ilabdimi? Çıkılıp ben kömmedim şu karnı yağayet umut bake. To'xtab turing boyvachcha. Xo'roz tug'sa Güver tuğdu deydi o.
Hey, bu kichiklik go'har bo'lsa, chishimda suzib olay deb, oshko'z sabir og'zing shunda aprutga g'ortda gildi o'tib. İşçi bolapla pijan bo'lib qopti. Hey, u qanday bo'lib qopti? Xudoyo tavba qildim. Ey Eminjon, sen yana hikoyani bir to'qimagansan? Ya bu sıraz. Tek ismini o'zgartirib o Sabira edi. O daraq bir çıkız tek olaydı. Kızıl pekap oturab, şemşe aylanıp yürmüş. Xotinlarımı xetlenip uylar ketipti. Balları mirat alışıp şu koydu. Setmaymakның hali ne? Sen can biçire. Ey vuy! To'xtattiring hocam. To'xtattiring. Ey to'xtang deyman. To'xtang. Sizga bir qiz gapim bor, nima qilasiz? Qochmang, o'qib olasiz. Oh, şu yey. Xudayım. He, nim bulatımız. Sen çık ketken qo'tiqotan mo'nak yaptın. Aslida chor to'qo deb yozsam to'g'ri bo'ladi. Bu to'qining yoki mekiyan yoki xo'rozligini o'zim aniqlamay qoldim. Qani, yozganlarimni o'qib bo'lib, chor xo'rozning jinsi ayrimiz haqida o'zingiz halol bir narsa deysiz.